Assalomu alaykum bolajonlar. Bugungi darsimiz tarbiya fani, mavzuyimiz sog'lom turmush tarzi. Darsning maqsadlari: ta'limiy maqsad, tarbiyaviy maqsad, rivojlantiruvchi maqsad. Ta'limiy maqsad o'quvchilarga sog'lom turmush tarzi haqida tushuncha berish, to'g'ri ovqatlanish, tozalik, jismoniy mashqlar, dam olishning ahamiyatini tushuntirish. Tarbiyaviy maqsad o'quvchilarda shaxsiy gigiyena rioya qilish, sog'lomlikni qadrlash, mehnatsevarlik va ozodalikka o'rgatish. Rivojlantiruvchi maqsad bolalarning nutqini, fikrlash doirasini kengaytirish, sog'lom turmush tarzini kundalik hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish. Darsning borishi: tashkiliy qismga 5 daqiqa vaqt ajratib oldim. Bularga salomlashish, davomatni aniqlash, o'quvchilarni darsga tayyorlash, kayfiyatlarini ko'tarish. Assalomu alaykum bolajonlar. Bugun biz juda muhim mavzu haqida suhbatlashamiz. Kim ayta oladi, sog'lom bo'lish uchun nimalar qilish kerak deb o'quvchilarga savol bilan yuzlanamiz. Yangi mavzuni tushuntirishga 20 daqiqa vaqt ajratib oldim. Sog'lom turmush tarzi nima? Sog'lom turmush tarzi bu insonning o'z salomatligini asrash, to'g'ri ovqatlanish, dam olish, jismoniy mashq qilish va gigiyenaga rioya qilish odatidir. Jismoniy mashqlar va sport. Har kuni ertalab badan tarbiya qilish, yugurish, o'yin o'ynash, yurish, bularning barchasi bizni kuchli va sog'lom qiladi. Savol: siz ertalab badan tarbiya qilasizmi? Qaysi mashqlarni yoqtirasiz deb o'quvchilarga jamoaviy holda aytishi haqida ma'lumot beramiz. To'g'ri ovqatlanish. Sog'lom bo'lish uchun sabzavot, meva, sut mahsulotlari, go'sht va donli mahsulotlarni yeyish kerak. Gazli ichimliklar, chips, shirinliklar kamroq iste'mol qilish lozim. Va yana o'quvchilarga savol bilan yuzlanaman. Siz nonushtada nimalar yeysiz? Foydali ovqatlarga misollar keltiring. Tozalik va gigiyena. Qo'llarni ovqatdan oldin va keyin yuvish, tishlarni tozalash, tirnoqlarni vaqtida olish, kiyimini ozoda tutish bu sog'liqlikning garovidir. Topshiriq beraman o'quvchilarga. Kim har kuni tishlarini 2 mahal yuvadi? Qo'llarni yuvish esdan chiqmayaptimi? degan topshiriqni berib o'taman. Dam olish. Har bir bola vaqtida uxlashi kerak. Bolalar kechqurun soat 9-10 larda uxlasa, ertasi kuni tetik va quvnoq bo'ladi. Toza havo va tabiat. Har kuni sayr qilish, havoda o'ynash, tabiatni asrash bu ham sog'lom turmush tarzining bir qismidir. Tinch joyda nafas olish, daraxtlar orasida yurish tanani sog'lom qiladi. Mustahkamlashga 10 daqiqa vaqt ajratib oldim, ya'ni bunga savol-javob o'yinini tashkil qildim. Sog'lom turmush tarzi nimalardan iborat? To'g'ri ovqatlanish nima degani? Tishlarni qachon yuvamiz? Har kuni badan tarbiya qilish nimaga foydali? degan savollarni mustahkamlash uchun berib o'taman. Topshiriq uchun esa bolalar daftarlariga sog'lom turmush tarzini ifodalovchi kichik rasm chizadilar. Masalan, sport bilan shug'ullanayotgan bola, sabzavot yeyotgan bola, tish yuvayotgan bola va hokazo. Yakuniy qismga, ya'ni xulosa qismiga 10 daqiqa vaqt ajratib olaman. Demak, bolajonlar, sog'lom turmush tarzi bu har kuni to'g'ri ovqatlanish, toza bo'lish, mashq qilish, vaqtida uxlash va tabiatni sevishdir. Shunday qilsak, biz kuchli, sog'lom va baxtli bo'lamiz. Uyga vazifa qilib, men sog'lom bo'lish uchun nima qilaman mavzusida 5-6 ta gapdan iborat matn tuzib keling degan uyga vazifani beraman.